Mana shunday qishloq joylarda yurganingda juda qiziqarli vaziyat yuzaga keladi. Hamma yozadi. Qanday ajoyib. Ayniqsa uzoq vaqtdan beri Portlandda yashaydiganlar. Go'yo bizda joylar zo'r, tabiat bo'lsa, haqiqiy tabiat. Portlandda yashash yoki umuman Portland haqida biror tanqidiy fikr yoki o'z hissiyotimni ayta boshlashim bilan darrov menga tanqidlar yog'ila boshlaydi. Voy bo, Portland haqida bunday gapirib bo'lmaydi. Uyinga qayt, yaramas. Bilasanmi, bu menga nimani eslatadi? Peterburgcha snobizm. Asl Peterburgliklar yoki uzoq yillardan beri yashab, o'zini ma'lum bir ziyoli deb hisoblaydiganlar ko'pincha kelganlarga to'g'rilashga o'zlariga ruxsat berishadi. Agar ular noto'g'ri gapirsa va aytishadi: "Ey aziz do'stim, aslo sen bekor gapiryapsan-ku." Shuning uchun ham paradneya, badlon, kura va grecha. Mana shunday snobizm va yuqoridan qarashni hatto 80-70 yillarda ko'chib kelganlar ham o'zlariga ruxsat berishadi va ular mening videom ostida shunga o'xshash izohlar yozishadi. Masalan, Amerikani yomon gapirding. Bu endi yaxshi emas deb. Bu allaqachon ularning fikri bilan to'g'ri kelmaydi. Sen bu mamlakatga kelgan ekansan. Unga to hayotingning oxirigacha minnatdor bo'lishing kerak deyshadi. Yo'q, azizlarim, agar nimadadir kelishmovchilik bo'lsa va ular mening dunyoqarashim va atrof muhit haqidagi tasavvurimga mos kelmasa, men bu haqda ochiq gapiraman. Qanaqa edi? Kimdir meni nima deb atagandi? Bir daqiqa kut. Go'yoki fisb xodimining odatlari sezilib turibdi, deyishdi. Sen ham Peterburgdan ekansanmi, deyishdi. Mana shunaqa. Amerikani tanqid qilish boshlanishi bilan darrov bundan norozi odamlar chiqib qoladi. Rossiya haqida biror narsa gapira boshlasang, hatto bu tanqid ham bo'lmasa, shunchaki haqiqatni ko'rsatasan. Masalan, sizlar haqiqatini. Yana odamlar chiqib ichadigan quduqqa tupurma, balki o'sha quduqdan suv ichishingga to'g'ri kelar deb aytishadi. Asalni yaxshi ko'rsang, sovuqqa ham chidashga to'g'ri keladi. Va tushunmay qolasan, qaysi tomonni tanlash kerak, nimani gapirish kerak. Chunki har doim bir tarafda yoki boshqa tarafda norozi odamlar chiqaveradi. Lekin mening holatimda hammasi ancha oddiy. Menga baribir. Men ilgari ham kameraga o'z fikrimni aytganman va ifoda qilganman. Bundan keyin ham shunday davom etaman. Bugun esa biz o'sha dahshatli Portlandda emasmiz. Garchi men hech qanday dahshatli narsani ko'rsatmagan bo'lsam ham. Lekin endi ko'rsataman, shunday deyishmasligi uchun, yana Amerika. Malina emasligini. Alex Brejnevgacha yetolmayman, lekin umuman olganda ko'rsataman. Lekin keyingi videoda. Bugun men ajoyib Washington shtatining chekka hududidaman. Bugun esa biz Washingtonning chekka joylarini ko'ramiz. Nega fokusim sakrayapti hozir? Kino rejimdan oddiy rejimga o'tishim kerak. Bo'lmasa ko'ryapsan-ku, kino rejim. Zo'r-ku. Bu yerda haqiqiy kino rejim. To'g'ri, xuddi filmga kadr qo'shgandek. To'g'rimi? Qiziqarli bir uycha, deyarli elflarning uyi deyish mumkin. To'g'risi elflarning emas, balki uzuklar hukmdoridagi gnomlarning uyi. Joylashuvi ham juda qiziq. Mana pastda kol bor. Qancha pul ketgan bo'lsa kerak? Ha, mana shu tomga, qoplamaga. Chunki tom shunchalik cheksiz va kengki. Qanday jimjitlik eshit. Kuylar ham chirqillayapti. To'g'risi bu bir lahza dam olish. Yana bir koltacha. Daraxtlar uni bekitib turibdi. Zo'r albatta.
yo'llari ham, ko'rinishi ham chiroyli. Bu sizga Portlandning downtown qismi emas. Men Amerikani qanday bo'lsa shunday ko'ryapman. Rossiya ham endi siz ketgan, aniqrog'i, balki 90 yoki 80 yillarda chiqib ketgan Rossiya emas. Hozirgi Rossiya boshqacha. Har ikkala mamlakatda ham o'zining ijobiy va salbiy tomonlari bor. Mana shu yerda, tasavvur qil, Washington, mana haqiqiy teshik joy. Bu yerda yana posilkalarni tarqataman shekilli. Posilkalar aslida ko'p qolmadi, lekin keyin to'g'ridan to'g'ri qanaqadir hilbilli joylarga boraman shekilli. To'g'ridan to'g'ri uzoqqa, St. Helens, Amboy va shunga o'xshash joylarga. Lekin yo'l ideal. Haydab ketayapman, mashina qaltirab ham qo'ymaydi. Agar Portlandning downtowniga kirib kelsang, azizlarim, bu butunlay boshqa gap. Qanday qilib uni himoya qilmaslik mumkin? Albatta, u yerda madaniy muassasalar yoki odam dam olishi yoki aytishadi-ku, qandaydir hissiy zaryad olishi mumkin bo'lgan joylar bor. Lekin hozirgi bosqichda menga aynan tabiat va aynan Washington hamda Oregon shtatlarining qishloq hududlari kuch bag'ishlaydi. O'zi Portland. Yo'q, bu emas. U mendan energiyani sorib oladi. Men uchun u salbiy joy. O'sha sohil bo'yi ham, bilasiz, ko'pchilik sohil bo'yini ko'rmagan bo'lsa kerak. Albatta bu gaplar meni kuldiradi. Voy, yoqmayapti. Endi nimani suratga olyapsan? Bizga yoqmayapti. Mana shunday, xuddi kichkina boladek. Yoki bu. Obunani bekor qilaman. Bu bola maktabga ketayapti. Mana yomon tomoni shuki, uylar uzoqda joylashgan. Shekilli maktab avtobusi bu yerga kelmaydi. Mana bu yerda, bu robot emas, lekin bolalar uchun. Ko'ryapsanmi, budka yasashibdi. Budkada bola maktab avtobusini kutib o'tirishi mumkin. Hech qanday yo'gingarchilik yoki boshqa narsa uni bezovta qilmaydi. Va bir to'da qutilar. Lekin mana buni qarang. Mana tabiat yaratgani va inson yaratgani. Qaysi biri chiroyliroq? O'ylaymanki javob aniq. Va aynan mana shu menga chinakam zavq bag'ishlaydi. Ajoyib-ku, to'g'rimi? Bilasanmi, u yerda ufqda nima bor? Bu faol vulqon St. Helens. To'g'ri, u oxirgi marta qachon otilganini bilmayman, lekin ko'pchilik aytadi. Agar yana otilsa, hammamizga kam bo'lmaydi. Qiziq. Odamda qol ham bor, katta uy ham, kaminli yonida yana bir kichik uycha. Ehtimol, kim uchundir, qarindoshlar uchun qurilgan, balki bolalari yashaydi. Mana shunday g'ozlar ham bor, Kolining sohilida. Pripsev mashinalar. Bobkat qor tozalashga o'xshaydi. Kirish yo'li katta va jiddiy qurilgan. Shagal ustidan asfalt ham yotqizishgan, ko'ryapsanmi? Balki bilmadim. Hovlidagi katta va vafodor it begonalarni ko'rib, juda baland ovozda tinimsiz va qattiq hurmoqda. Bu esa o'zining botinkalarini kutib olgan. Aytadi, shois nimadir, o'sha shois meni. Xullas shunaqa. Bu uchun poyabzal olib keldim. It meni parcha-parcha qilmoqchi. Mana asfaltni ham oldiga yaxshi qilib yotqizishgan, eshit, oldidagi joyga. To'g'ri suv chiqarish tizimi ham bor. Hammasini aytishadi-ku, zo'r qilib qo'yishgan. Aytayapman-ku, juda zo'r. Bu yerda esa garajlar qurilmoqda. Qurilish, shisha darvozalar. Shisha darvozalarda bir nechta mototsikl bor. Nima, o'ziga shunaqa imkoniyat bordi. G'ozlar, tarqalinglar, aks holda saniya ustilaringdan o'tib ketadi.
Men bunday yovuz emasman-ku. Ana uchishga ham tayyorlanishdi. Zo'r-ku. Ajoyib. Mana shunaqasi menga yoqadi. Sizlarning izohlaringiz tufayli savollarimga tobora ko'proq javob topyapman. Aslida men ularni Google orqali ham topa olardim, lekin nima keragi bor? Axir oz obunachilarim bilan muloqot qilish imkonim bor-ku. Savol berdim, javob oldim. Endi men juda yaxshi tushunaman. Mana shu hovli hayvonlari, tovuqlar, eshaklar, lamalar va boshqalar bu yer uchun soliqni tejash imkoniyati, shunchaki oxirgisini ham olib qo'yishmasligi uchun. To'g'rimi? Mana. Qarang, naqadar chiroylisan o'zing. Ikkalangiz ham chiroylisizlar. Bo'ldi, ketdim, bo'lmasa kelishadi. Aytgancha, u yerda o't o'chiruvchi yoki tez yordam signali eshitilyapti. Qayerdadir nimadir bo'libdi. Men tezroq. Ha. Qara, qanday ozib ketishga harakat qilyapti. Bo'ldi, akajon, yo'q. Endi sening yo'ling shu yerda tugadi. Xayr, olmadi. Qara, mana shunaqa joylar meni juda ham sergak qiladi. Mana hozir posilkani olib kelibman. Mana bu yerda uy bor, lekin unga kirish yo'li yo'q. Garchi nuqta aynan shu yerda turgan bo'lsa ham. Mana shunaqa joylarni ko'rsang, beixtiyor asabiylashasan. Bu yerda hatto odamlar yuradigan iz ham ko'rinmaydi. Buning kirish yo'li qayerda? Bu vahshiylik-ku. Yo'q, qarasam, mashina boshqa tomonda turibdi, ko'rinadi. Mayli, boramiz, hech gap yo'q. Lekin albatta bu biroz asabiy holat. To'g'rimi? Juda qo'rqinchli ko'rinadi. Aynan mana shunaqa lahzalar. Mana shunaqa uy. Ha, yana boshqa tomondan yo'lni ko'ryapman. Yo'q, men shunchaki noto'g'ri tomondan kelibman. Bu kirishmi yoki yo'qmi? Bu dahshatku. Ot. Mercedes. Asosiysi itlar bo'lmasin. Ha, shunaqa. Qovoq. Voy, hayron qoldim. Qanday bolalar sizlarga yoqdimi? Bu yerda aqldan ozish mumkin. O'zim ham qayerda, qanday yurganimni tushunmayman. Uy qo'rqinchli. Haqiqatan ham qo'rqinchli. Mana shunday paytlarda men aytaman, juda qattiq asabiylashasan. Portlanddagi bombchilar ham meni umuman bezovta qilmaydi. Ular yuraveradi, o'z ishini qiladi. Men Peterburgda yashaganman. U yerda ham turli narkomanlar yetarli. Lekin mana shunday qo'rqinchli joylarga kirib qolsang, atrof jimjit, uylar ham uzoq-uzoqlarda, ormon. Bu umuman Washington shtatidagi Amboy deb ataladigan aholi punkti. Qisqasi, toklarda St. Helens yo'nalishida. Mana shunday joylarda, ayniqsa mana bu uyga o'xshagan joylarda odam asabiylashadi. Kim bilsin, uning boshida nima borligini. Seni keyin hech kim topolmaydi, rostdan ham. Ehtimol ham emas. Lekin topishsa ham aytishadi-ku, holatingni baribir o'zgartirib bo'lmaydi. Mana shu narsa meni eng ko'p bezovta qiladi. Aytaman, tog'larga ketayotganingda. Bu yerda ham bino butunlay qulab ketgan. Hech kim unga e'tibor bermayapti.
xorozlar. Mana bu yerda esa sivilizatsiya. Posilkani tashlab ketishadi. Kuryer. Qoramtir, zoti ham qiziq ekan. Ularni qovurib yuborsang ham baribir qora patlari tikkayib turadi. Mana bularni men ana shu qora bolalar orasida ko'rmabman. Bu yerda faqat qora. Metr. Bu yerda hatto mushuk ham qora. Qayergadir ombor tomonga ketdi. Balki bu albatta bizni mana shu amerikaliklarning filmlari, dahshatli voqealari bilan to'ldirishgani uchundir. Masalan, noto'g'ri burilish yoki boshqa qo'rqinchli filmlar, aynan ana shu voqealar Amerika chekkasida sodir bo'ladigan filmlar. Bu narsa ongsiz ravishda miyangizning postlogida o'rnashib qolgan va siz oldingizda mana shu manzaralarni ko'rsangiz, beixtiyor o'sha eski xotiralar yodga tushadi. Va sizning kasal tasavvuringiz albatta ularni oxirigacha to'ldirib yuboradi. Va seni Gollywood qanday oziqlantirgan bo'lsa va sening aytishadiki, boshingda hammasi bitta butun puzzlga yigiladi. Va mana shu dejavu hissi paydo bo'ladi. Dejavu, go'yo sen bu yerda ilgari ham bo'lganingdek va oxirgi marta bu yerda bo'lganingda aytishadiki, bu eng yaxshi vaqt emasdi va nimadir dahshatli narsa bo'lgan. Shuning uchun Gollywood filmlariga rahmat. Bu yerdan befarq o'tib keta olmayman. Ayniqsa vaqt ham imkon beradi. Bu yerda qandaydir yakol yoki yakult sharsharalar bor. Bu yerda cho'chqalar bo'lgan. Aytishadiki, har yerda cho'chqalar bor. Bu yerda esa kamroq. Lekin bu aniq emas, lekin baribir shunday holatlar ham bo'ladi va mavjud. Xo'p, hech bo'lmasa chiqishda qo'yib ketishibdi. Aftidan ko'rinadi, ko'ngilli odamlar olib ketishi uchun. Albatta o'ziga xos odamlar ekan. Endi boramiz, ko'ramiz, bu yakov sharsharalari qanday ekan. Voy, qanday? Men to'g'ri sharsharalarga tushib oldim. Asosiysi, hozir toshlarda sirganib ketmaslik va dumgazani urib olmaslik. Qara, to'g'ri sharsharagacha yaqinlashsa bo'ladi. To'g'ri, bu yerda u unchalik katta emas, lekin baribir shovqin qiladi. Aytishadi-ku, hayotimizda kattaroqlarni ham ko'rganmiz. Bu yerda ikki daryo tutashadi va mana shunday manzara hosil bo'ladi. Yo'q, baribir u yerdan o'tib bormadi. Omadimni sinab ko'rmaslik va yog'ochlar ustidan yurmaslik uchun shu yerdan o'tyapman. Bu yerda hatto dam oluvchilar uchun maxsus zona ham bor ekan. Qara, bu daraxtlar ustiga qancha ko'p mox yigiladi, to'g'rimi? Yillar davomida. To'g'risi yillar emas. Voy, deyarli qilib tushay dedim-ku. Balki 10 yillar. Bu hayratlanarli. Ishlasa lol qolaman. Qara. Yaxshi, stollar, bu oddiy narsa. O'rmonda ichimlik favvorachasi. Bu yerda haqiqatan ham, agar yaxshilab qaralsa, bu yerda umuman hech narsa yo'q. Hech narsa, birorta ham uy yo'q. Ishlasa, qoyil. 1, 2, 3. Ishlamayapti. Yoki qishga ochirib qo'yishgan, yoki ishlamaydi. To'g'rimi, bu o'zi ertakdek armon-ku. Bu yerda hatto mana bu ham bor. Men shunchaki yurib telefonda suratga olyapman. Bu deyarli filmga o'xshaydi. Mana hozir biz o'sha sharsharalarga yaqinlashyapmiz, faqat boshqa tomonda. Lekin yo'l tobora pastga va pastga tushyapti. Menga pastroqqa tushish kerakmi, yo'qmi, bilmayman. Hozir bilib olamiz.
Mana hatto shuni ham qilib qo'yishibdi. Yo'lakcha, zinapoya va hatto qandaydir ko'prik ham bor. Nega u bu yerda? U go'yo buriladigan ko'prikka o'xshaydi. U aylanadi va u tomonga ham o'tish mumkin. Qiziqarli. Bu yerda ham shashiralarning davomi bor. Umuman olganda endi ko'ramiz va bilib olamiz. Kimda yo'q togrimi? Xo'sh, bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Bu yerga ko'p odamlar chiqishadi. Shuning uchun men ham shunday qilaman. Voy. Ha, mana bu ko'prik. Bu yerda burilish mexanizmi bor va bu ko'prik aylanadi. Lekin hozircha u hech qayerga olib bormaydi. Bu yerda u qulfchalar bilan mahkamlangan. Hech kim uni aylantira olmasligi uchun. Keyin esa mana shunday soqmoq bor. Qanaqa jiddiy bo'lmagan park ekan. Hammasi taqiqlangan. Lele-shtob nima ekanini bilmaydi. Ichkilik, narkotik, vandalizm va axlat tashlash. Disturb Erington bilmayman. Lagerda olov yoqish mumkin emas. Firework ham mumkin emas. O'qotar qurollardan foydalanish nima ekanini bilmayman. Atvi, bilmadim, jip mashina taqiq golf o'ynash. Xullas hammasi shu. Qanday qilib shunaqa bo'lishi mumkin? Agar bu yerda golf o'ynash mumkin bo'lmasa, unda klyushkalarimni yig'ishtirib qo'yaman. Xullas bolalar, men yana ishga qaytdim. Ko'rsang, ko'prik 1999-yilda qurilgan, lekin ko'rinishdan go'yo 100 yillikdek. Hammasi moh bosib ketgan. Ko'rinib turibdiki, bu yerda inshootlarning holatiga unchalik ahamiyat berilmaydi. Mana, masalan, Rossiyada men sun'iy inshootlarda ishlaganimda, u yerda doim bo'yaysan, ohaklaysan, supurasan. Bu yerda esa shunchaki turibdi. Tamom. Menga doim savol berishardi. Qayerda ishlaysan? Men aytardim, sun'iy inshootlarga xizmat ko'rsataman. Ularni nimaga xizmat qilasan? Bu ko'prik 100 yil turaveradi. Nima qilish kerak? Hech narsa qilish shart emas. Yigitlar otlarda yuribdi. Voy, qoyil. Mana haqiqiy qishloq redniklar. Qanaqa qattiq kolxozchilar. Aytmoqchimanki, ularning nigohini ko'rdingmi? Agar kamera bunga ulgurib olgan bo'lsa. Ana shu nigoh shuni bildiradiki, bu tog'li hududda hazillashish unchalik to'g'ri emas. O'zingga ortiqcha erkinlik ham berish kerak emas. Portland kechiradigan narsani mana bu yovvoyi Amerika hududi kechirmaydi. Bu ham to'liq yovvoyi emas aslida. Mana u yerga posilkalar yetib bormaydigan joylarga nima bo'layotganini tasavvur qilaman. Bu yerda hech bo'lmaganda qandaydir sivilizatsiya bor. Keyin esa sivilizatsiya yo'q. Va mana shu "Me English is no good" degan gaping senga yomon hazil qilib, hammasi o'zing xohlagandek tugamasligi mumkin. Bu hududda Google translatoring ham aniq ishlamaydi. Shuning uchun ingliz tili va yana ingliz tili. Yana bir bor, bolalar, men bilan birga mana shu Amerika chekka hududlariga sayohat qilganingiz uchun rahmat. Mana bugun Amerika chekka hudud. Xo'sh, tez orada ko'rishamiz. Xohlagan narsangni ol, faqat yuragimga tegma. Ket, agar eshitsang, menga yolg'iz bo'lishga imkon ber. Xohlagan narsangni ol, faqat yuragimga tegma.